Do'stlar, assalomu alaykum. Bizda navbatdagi operatsiya juda ajoyib holat. Bemorimiz 44 yoshda. Bemorimiz shikoyati quvurda achishga, CDda qon massalari bo'lishiga va og'riqqa. Biz bemorimizni zamonaviy tekshiruvlardan o'tkazganimizda bemorimizda quvur toshi aniqlandi. Kuzatuvlar natijasida bemorimizda yana bir qo'shimcha holat aniqlanyapti, kindik churrasi, ya'ni pupochniy grija. Bitta narkoz ostida birdaniga ikkala operatsiyani yonma-yon qilib beramiz. Xo'p, bemorimizga tanlov qo'yganimizda bemorimiz epitsista litotomiyani tanladilar. Biz shu operatsiyani amalga oshirib beramiz. Rais, mana CD tosh kasalligi haqida qanday paydo bo'ladi o'zi? Nimalarga e'tibor qilish kerak odamlarda uchramasligi uchun? Qanday tekshiruv usullari bor? Shu haqida ham ozgina gapirib bersangiz. Xo'p, tekshiruv usullariga ultratovush tekshiruvi, ya'ni UZI qilinadi va ekskretor va obzor urografiya qilinsa bo'ladi, ya'ni MSKT qilinadi. Asosan MSKT qilinganda yaqqol namoyon bo'ladi. Agar tosh kasalligi bo'lsa bemorimizda, toshni nima deydi, hajmi, qattiq yumshoqligi, zichligigacha keltirib chiqarib beradi. MSKT to'liq xulosa beradi biz uchun. Zamonaviy tekshirish usullari. Davolash usullari haqida ham Xo'p, gapirsangiz. konservativ va operativ davo usullariga bo'linadi. Konservativda dori-darmonlar bilan davolaniladi. Agar toshni razmeri, ya'ni hajmi kattaroq bo'lsa, agar o'zi tabiiy teshiklardan sig'maydigan darajada katta bo'lsa, CDnaga sig'maydigan bo'lsa, unda operativ davo qo'llaniladi. Operativ davo eng zamonaviy usullarda, ya'ni xalq tilida aytganda lazer yordamida qilinadi. Kesmasdan hech qaytini tabiiy tirqichlar orqali qilinadi. Tushunarli. Rais, xalqni qiziqtirgan eng asosiy savol borda, mana CD tosh kasalligi bilan kasallandi. Shuni kasallanmasligi uchun qanaqadir profilaktikalar bormi? Bir kunda 3-4 litrgacha suyuqlik iste'mol qilish kerak. Yozmi, qishmi farqi yo'q. Suyuqlik miqdori normada bo'lishi kerak. Noto'g'ri ovqatlanishdan voz kechish kerak. Keyin yomon odatlar, ya'ni spirtnoy ichimliklar va chekishdan voz kechish kerak. Hamda undan tashqari to'g'ri ovqatlanish tarziga o'tish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak. Tushunarli. Mana tosh paydo bo'lgandan keyin qaytalanish ham bo'ladimi? Qaytalanish ehtimolligi bor. 5 yil ichida 20% gacha qaytalanadi. Qaytalanmasligi uchun nima qilish kerak? Profilaktika nimasida, ya'ni bemor tosh ogizgandan keyin ora-orada o'sha vrachga ko'rinib turish kerak. Oddiy usullar bilan tekshirib, ya'ni ultratovushda tekshirib turib, kerak bo'lsa tuzlik holatida yoki toshni razmeri kichkinaligida unga davo qilib, ya'ni konservativ davo qilib tursa bo'ladi.